Nega hozirgi yoshlar bepusht bo'lib qolmoqda? Yangi uylangan yoshlarimizni tekshirgan paytimiz 70-80% urug'i yaxshi emas. Aksariyat mana 95-yil, 96-yildan keyin bu yoqdagi bolalarda mana shu 90% da mana shu muammo kuzatilmoqda. Albatta bu kam uyqu birinchisi. Ikkinchisi o'sha noto'g'ri ovqatlanish, ruhiy, jismoniy zo'riqish, kam harakatlik, keraksiz energetiklarni ichish va gazlilarni ichish bilan bog'liq bo'lib qoldi. Hurmatli yoshlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Yaxshi harakat qilinglar. Ruhiy zo'riqishlardan uzoqroq yuringlar. Fast foodlardan yemanglar. Energetik umuman ichmanglar. Gazli ichimliklar ichmanglar. Ko'proq uxlanglar. Mana shu soat 9-8 dan keyin umuman gadjetlarni yig'ishtiringlar. Bo'lmasa kelajaklaringiz yomon bo'ladi. Farzandsiz bo'lib qolyapsizlar. Jinsiy aloqa qila olmay qolasizlar. Hozirgi kunda bepushtlikni davolash juda qiyin bo'lib bormoqda. Shunga e'tiborga olishlaringizni sizlardan iltimos qilib qolamiz.